kalotga qo'yaman deganlar, barcha mashinasi borlar diqqatiga. Mashinangizga qanaqa kalotga qo'yishga hayron bo'lyapsizmi? Sizlarga zo'r fakt aytaman. Mana shu brend, mana super qo'y, koreyskiy. Buni ham 2 xil 3 xili bo'ladi akalar. Qattiq yumshog'i bo'ladi. Buni rangi ko'k korobka, tiniq korobkasi original bo'ladi. Ko'k och korobkasi Xitoy bo'ladi. Mana shu varianti, mana qattiqroq varianti yaqinda qo'ygandik. Mana shu yana ovoz berib qoldi, chiyillab qoldi akalar. Endi qanaqa kalotga qo'yamiz deganlarga Xipat yoki Hanjin degan kalotka bor. Ikkovi ham Koreyaniki, eng zo'r kalotkalar. Mana shu kalotkalar qo'yishni tavsiya beramiz. Akalar, ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, videoni mashinasi bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz.